bor ekanmi bugungi 70 yoshli erga tegib? Qani yur xabar olaylik. Buvi! Voy, xush kelibsizlar. Buvi, siz 70 yoshda qanaqa? Eng chiroyli ayol bu homilador ayol, tushunarlimi? Nimaga boshqarong'i bo'ldingiz? Mashina haydashga? Sizni proviz yo'q-ku. Voy, zo'r ekan. Qizim, qaraganda buvini faqat gap so'z emas, taksi ko'zi ham betib turib bo'lar ekan. Ye, cholis keldilar. Voy, buni qana qochadi, kutib olishim kerak. Bizni sevgimiz boshqa Men bilan sizga. qo'ysinlar sevishaylik. Shunda bu kelin salomda-ya. Yo, bu kampir salom qizim. Qo'lingizni bering, yuring. O'zim sizga dimlamalarni dimlab, kartoshkalar bilan bir mazza qilib o'tirib ovqatlanaylik. O'ziz Chol, protez qo'lim olib ketib qoldingiz-ku. Buvi, kirlaringiz ko'payib ketdi. Yuvishga qiynalmayapsizmi? Bavi boru. Ye, siz ham bavi ishlatasizmi? Buni tog'origa solib, ustidan qaynosiz solib, och kiyimlarni sovurib, yarim soatdan keyin yaxshilab chayib yuborsangiz, dog'larni yo'qotib, oppoq qilib beradi-ku. Yetgancha bu Germaniya mahsuloti. Qizim, shu gaplarni hozir gapirganingga nechta pul ishladi? To'g'risini ayt. Birovni pulini hisoblamasdan mazza qishlatsangiz joyi. Zebotur radomga boramiz, xolali bo'psan. Qanaqa men o'zimdan katta odamli bo'laman? Buving tug'ibdilar. Voy, buni shirinligini qalaysan? Ey, xolani sallama, bu meni singlim. Voy, xolajonim, siz o'zim katta qilar ekanman-da. Sir bo'lmasa endi buni ismini nima qo'yasizlar? Endi shu yoshda bolali bo'lish o'zi bir mo'jiza, shuning uchun mo'jizaxon qo'ying. Bizni sevgimiz boshqacha